Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlarni o'sha Turkiya quality qilishni o'rganamiz. Birinchi navbatda настройка kiramiz va yarkosni -5, kontrast +20, hop, nasish buni +20 qilamiz. Чистота света buni -5 va rezkosni +50 qilamiz. Va lutchi momentiga kirib buni -5 qilamiz. Tenini esa +16 qilamiz. Va oxirgi borib vinyetkani topamiz va buni +16 qilamiz. Tayyor. Endi yana bir marta chiqib настройка kirasiz. Hop, kontrast +10. Hop, чистота светini +10 qilamiz. Hop, rezkos +10 bo'ladi. Va lutchi momenti +10 qilamiz. Va oxirgisi tenini +5 qilamiz. O'sha Turkiya quality ultra HD tayyor bo'ldi. O'zi videoni ko'rishingiz mumkin. Undan oldin bizga obuna bo'lib, like bosib qo'ying.